Assalomu alaykum aziz obunachilar, qalaysizlar, yaxshimi turibsizmi? Bugun sizlarga zo'r dorini reklama qilmoqchiman, lekin qushlar uchun emas, o'zlaring salomatliklaring uchun. Bu birga bir savobni tagiga qolib ketadigan dori. Mana bu dori. Mana shu. Bugun qushlar haqida bo'lmaydi video. Bugun faqat dori haqida bo'ladi. Mana bu dori haqida. Men o'zim suyak yemirilish bo'lgandim. Suyak yemirilishiga bu dori birga bir ekan. Million kamiga bilansaga yotsalaring 6-7 million ketadi. Traumatologiya qancha narsadan shifo topmay mana shundan shifo topgandim. Men buni reklama qilayotganimga hech kimdan pul olayotganim yo'q. Prosta shunchaki savob uchun qilyapman. Biron kishi menga reklama qil degani ham yo'q. Lekin eng zo'r dori mana shu ekan. Men o'zim mana shuni ishlatib yaxshi natija davo oldim. Kimni suyagi og'riyotgan bo'lsa yoki beliga girjasi bo'lsa 7 mm gacha mana shu zo'r davo berar ekan. Men o'zim yura olmay qolgandim. 10 kunning ichiga yuradigan bo'lib ketdim. To'g'risida eng zo'r dori ana shu. Bundan zo'ri yo'q. Bu yoqqa qushlarim, xudo xolasa bu qushlarga ham video qilaman, lekin mana bu o'zingizni salomatligingiz uchun suyak yemirilishiga juda katta natija berar ekan ana shu. Shuni olib ishlatinglar, yaxshi natija olasizlar inshaalloh. Hech narsani ko'rmagandek bo'lib ketasizlar. Nima deganda men o'zim qishda больницаga yotib chiqdim. Bu qancha pulim ketdi, nima sir. Mana buni 1,5 millionga o'zim sotib oldim. Bu sotadigan aka deyapti-ku, sizni otingizdan chiqsa 1,400,000 ga beradi. Lekin Alloh guvoh, men mana shuni 8 tasini 1,5 millionga sotib olganman. Sizga 3 oy 4 oyga yetadi mana shu. Xudo xolasa dardni sezmay mazza qilib yurib ketasizlar. Qanaqa savollar bo'lsa, lishkada men sizlarga qanaqa natija olganman, yana qolganlari sizlarga chiqib ketaveradi inshaalloh.